Bo'ldi qizim. Hadeb siqilaverma. Nima qilay? Peshanangga shu qismat yozilgan ekan. Qayerga ham qochamiz? Oyi, gapirish oson. Men ularsiz qanaqa yashayman? Axir turmush o'rtog'imdan quroq yoshida olamdan o'tdilar. Qizim, o'zim o'rgilay. Chidamay qayerga ham borardik. Sabr qilasan. Boshqa chorang yo'q. Hali yoshsan. Hayot oldinda. Gapirish oson, oyi. Men ularni unutolmayman. Biz juda ham baxtli edik. Bundoq o'ylab qarasam, meni qismatim senda takrorlanyapti, bolam. Men ham seni yoshingda otangdan ayrilganman. Nima qilay? Chidaymiz-da. Oyi, men ularsiz yasholmayman. Sabr qil, bolam. Boshqa chorang yo'q. Qaynonangni shifoxonaga tushgani ham yomon bo'ldi-da. Axir tog'dek o'g'illaridan ayrildilar-u. Shuncha kun azada soppa-sog' yurgan edi. Haligi marakalarni o'tkazdi-yu, yiqildi. Ertaga ularni ham ko'rgan boraman, oyi. Qizim, o'zingni qo'lga ol. 3-4 kun bormay turgin. Qaynopang aytdi-ku, o'zim qarayman deb. O'ziga kevasin qaynonang, xo'p? Men ham ertaga uyga ketaman. O'zingni qo'lga ol. Jon qizim. Oyi, siz ham ketib qolsangiz men nima qilaman? Esing joydami, qizim? Meni ham uyim bor, joyim bor. Qachondan beri senikida yuribman. Men ham uyga borishim kerak. Uydan xabar olay. Oyijon, meni yolg'iz qoldirmang. Xo'p. Qizim, jon qizim, o'zing esli qizsan-u. Yoki men bilan ketasanmi? Yo'q. Axir bu uyda meni baxtli damlarim o'tgan. Zokir akam bilan bog'liq shirin xotiralarim bor. Mayli qizim, o'zing bilasan. Men ham charchadim. Menga joy solib bera qolgin. Dam olay ozgina. Ertaga uyga ketaman-ku. Xo'p. Yur. Oy.